Muqaddas kitob so'zlamoqda dasturi. Aziz do'stlar, yangi 2025-yilda sizlarga tinchlik tilaymiz. Rabbimiz bizga bu yangi yilgacha yashash imkonini berganidan va sizlar bizni tinglayotganingizdan juda xursandmiz. Xudoning marhamati bilan savollaringizga javob bera olamiz. Bu xizmatni qo'llab-quvvatlayotganingiz va ibodat qilayotganingiz uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Germaniyalik Dovudga ham bu yilni boshlaydigan ajoyib savol uchun alohida rahmat. Uning savoli iymon haqida. Ibrohimning iymoni haqida. U shunday yozadi. Ibtido kitobining 15-bobi 6-oyatida shunday deyilgan. Ibrohim egamizga ishondi va egamiz uni ishonchi uchun solih deb bildi. Yuqoridagi matndan shunday taassurot paydo bo'ladiki, Ibrohim merosxo'r olish haqida va'daga ishongan va shu ishonch tufayli u solih deb topilgan. Bu yerda qanday solihlik haqida gap ketyapti? Muqaddas kitobdan bilamizki, inson tubidan buzilgan va hech qachon o'z kuchi bilan mukammal solihlikka erisha olmaydi. Shu sababli biz Masihning mutlaq solihligiga umid qilamiz. Biroq, agar Ibrohim Xudo unga o'g'il berishiga ishongani uchun najot topish uchun zarur bo'lgan solihlikka erishgan bo'lsa, unda Ibrohim go'yoki Isoning qurbonliksiz najot topgandek tuyuladi. Bu yerda qanday solihlik nazarda tutilgan? Rahmat, juda yaxshi savol. U bizga xushxabarning Iso Masih kelishidan 1000 yillar oldin Xudo qilgan ishlarni nuqtai nazardan ko'rishga yordam beradi va Ibrohim bu tarixda juda muhim o'rin tutadi. Umuman olganda, Odam ato va Momo Havodan boshlab barcha muqaddas kitob qahramonlari muhim. Biz Nuh va Ibrohimni ko'ramiz. Keyin Ibrohimdan so'ng patriarxlar keladi. Ularning har biri Xudoning Iso Masih orqali amalga oshirgan qutqarish tarixi bilan bog'liq insonlardir. Qisqacha aytganda, Iso Masihdan oldin yashagan barcha insonlar Xudoning kelishi kerak bo'lgan Masih haqidagi va'dasiga ishonib najot topishgan. Ba'zi insonlar uchun bu va'dalar aniqroq va batafsil bayon etilgan. Boshqalar uchun esa umumiy gaplarda ifodalangan. Biroq bu va'daning barchasi Xudoning yagona rejasini ko'rsatib turardi. Qarang, eng birinchi va'dani Odam ato va Momo Havo Xudo ilonga ayol nasli ilon boshini ezish haqida gapirganida olishgandi. Bir kun kelib, ayol nasli ilon boshini ezib tashladigan vaqt keladi. Keyin Nuh Xudo uni qutqarish haqidagi va'dani olganda Xudoning umumiy najot haqida o'ylaganini va bu borada uning rejasi borligini ko'ramiz. Keyin Ibrohim haqida so'z berganda yangi ahdda bir nechta oyatlar Xudo Ibrohimga nima deganini, u nimaga ishonganini va nima qilganini yoki nima uchun uni solih deb ko'rilgani haqida yanada aniqroq ma'lumot beradi. Galatiyaliklar maktubiga bu boshqa joylarga qaraganda aniqroq tushuntirilgan. 3-bob 16-oyatda shunday deyilgan. Endi esa Xudoning Ibrohimga va uning zurriyotiga bergan va'dalariga qaraylik. Muqaddas bitiklarga Ibrohimga, sening zurriyotlaringga deb aytilmagan, aksincha, sening zurriyotingga deb aytilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, va'dada ko'pchilik emas, balki bir kishi, ya'ni Iso Masih nazarda tutilgan. Keyin Havoriy shunday davom etadi. Shuni aytmoqchimanki, Xudo Ibrohim bilan ahd tuzganida so'ng 430 yil o'tgach qonun berildi. Ammo tasdiqlangan ahdni qonun kuchida qoldirmadi. Ya'ni Havoriy Pavlus Xudo Ibrohim bilan tuzgan ahdni Masih haqida ahd deb aytadi. Agar biz Ibtido kitobining 12-bobini sinchiklab o'qisak, so'ng 15-bobga e'tibor bersak, u yerda ahd tuzilganini ko'ramiz. Buni yanada batafsil 22-bobda Ibrohim o'z o'g'lini qurbonlikka olib kelmoqchi bo'lgan haqida hikoyasini ko'rishimiz mumkin. Mana shu joylarning barchasi Xudo Ibrohimga bo'lajak voqealarni asta-sekin toroba chuqurroq ochib beradi. Ibrohim esa Xudoga ishonadi. Qiziq joyi shuki, Ibroniylarga maktubida Ibrohim haqida u o'zining va umuman butun dunyoning kelajagini
Xudoga ishonib topshirgani, u yer yuzidagi barcha xalqlar uchun baraka bo'lishi aytilgan. 11-bobning 8-oyatida iymon tufayli Ibrohim Xudoga itoat qildi. Ibrohim qayerga ketayotganini bilmasdan yo'lga tushdi va 10-oyatda chunki u Xudo tomonidan loyihalashtirilgan va qurilgan poydevori mustahkam boqiy shaharni kutayotgan edi. Biz buni ibtido kitobida ko'ramiz. Lekin Ibroniylarga maktubining muallifi shuni biladiki, Xudo ehtimol Ibrohimga shuni ochib bergandi. Iso Masih bir kuni o'zi qilgan barcha ishlarni yakunlab, Ibrohim oilasining o'sha buyuk Masih sifatida o'z jamoatini Xudo tomonidan loyihalashtirilgan va qurilgan yangi Quddusga yig'adi. Ya'ni bu ketma-ket ketadigan vahiy. Unga umid bog'lab, uni qabul qilib va ishonib, ajdodlar hamda eski ahd davridagi iymonlilar xuddi shu yo'l orqali najot topganlar. Iso Masihning solihligi xuddi bizga bu voqeadan 2000 yil o'tib amal qilgani kabi, ularga ham Iso Masih azob chekishdan oldin amal qilgan edi. Ajoyib javob uchun rahmat, Aleksey Alekseyevich. Dovud, umid qilamizki, bu siz uchun mazmunli va yaxshi javob bo'ldi.